Hammaga xayrli kun. Bugun yana bitta kvartiramiz sotuvga chiqdi. Chilonzor 23-kvartalda bo'ladi. Manzilni to'liqroq tushuntiradigan bo'lsangiz sizlarga, bu tomonimizda ko'rishlaringiz mumkin MBF Med klinikasi joylashgan. To'g'ri Uchtepa outletdan kirib kelganimizda chapga qarab ketsak, bu tomoni 21-kvartal Ideal bozorcha joylashgan. Chapga qarab boradigan bo'lsak, Uchtepa tumani pasportli stol joylashgan. Bu tarafga boradigan bo'lsak, Chilonzor 22-kvartal karmashkasi, o'sha kanichka avtobusi kanichkasi joylashgan. Domimiz 5 etajli domni 5-etajda 2 xona, umumiy maydon 54 metr kvadrat, balkoni 2 ga 6, 5 etajkani 5-etajda joylashgan. Mana shu ko'rib turganlaringiz. Hozir ichkarisini bitta qisqacha qilib ko'rsatib beramiz. Ko'rishimizdan ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi kirganimizda mana magazinlar joylashgan. To'g'rida keyin bitta bog'cha bor. O'sha bog'chani ham ko'rsatib olasizmi, yaqinlashtirib. Mana shu to'g'rida bog'cha bor. Ko'rib turganingizdek, ko'rsangiz bo'ladi. Uzoqda bog'cha. Bu lokatsiyamiz juda ham yaxshi. Chilonzor 23-sal oxirrog'i bo'ladi faqat. Uyimiz 3-podyezdda joylashgan, 5-etajda. Atrofida mana garajlar bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Mashina qo'yishga. Faqat bu uyda garaj yo'q lekin hozir menimcha. Mana bu tarafida detskiy plashatka. Ko'rishlaringiz mumkin mana holati. Fasadlari juda ham chiroyli holatda turibdi. Podyezimiz kafil qilingan ekan. Bismillah. Chiqqanimizda to'g'ridagi emas, chapdagi emas, o'ng qo'ldagi eshik bo'ladi. Hozir ichkarisini ko'rsatamiz. Bismillah. Kirib oldik. Kirib olganimizdan переходga ko'rib turganlaringdek, bu tarafimizda zal, bu tomon hojatxona, sanuzulimiz, marhamat. Ko'rishlaringiz mumkin, bu hojatxonamiz. Bu tarafimizda hammomimiz, marhamat. Bu uyimizning umumiy kvadrat 54 metr kvadrat. Balkonlarimiz 2 ga 6. Oldin oshxona bo'lgan, oshxonani bo'lib balkonga chiqarishgan ekan mana. Balkonimiz. Bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin, kuxonnish shkoflar qilib qo'yilgan, gaz bor. Mana balkoni yarmi bo'lingan vaqt mana joyi mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozirda bu oshxona, bu tarafda mana og'aloq mebellar qo'yib qo'yilgan. Olib keling. Bu uyimiz faqat srochni sotilishi kerak. Pastdagi telefon raqamlariga qo'yib qo'yamiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Bu tarafimizda esa mana ko'rib turganlaringdek zalimiz bo'ladi bu. Faqat mana shu bitta og'aloq mebel ketar ekan, qolgan hamma narsa qoladi bu egalari. Olib keling. Bu mana 2 ga 6 balkonimizning yarim tomoni. Boyana ko'rganimiz yarim qismi oshxona qilingandi. Endi hozir bu tarafimizda esa spalni, yotalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringdek, mana bu tarafda konseynerlarimiz bor. Uyimizning umumiy holati. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 55.400 bo'lsa, srochni berib yuboramiz. Pastdagi o'sha aytgandek nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bizlarni sizlarga chiqarayotgan videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bemalol bitta like bilan yurakchani qizattirib bosamiz. Hammaga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar.